Barselonaga juda ko'p kambeklarni ko'rganimizda ora-orada bir charchaydi jamoa. Charchab narigi jamoaga 5 daqiqaga o'ynashga beradi. Barsa unaqa qilmadi. Bilma Flik nima deb tushuntiryapti. Flik uslubi majbur qiladimi futbolchini shunaqa o'ynashga. 90 daqiqa tinimsiz o'ynash juda qiyin-da Atletico bilan bo'lib ham. Atletico baribir Griezmannlarigacha, Alvareslarigacha menimcha normal himoyalanish ilmini biladi. Griezmann bir ikki marta olib chiqdi. Lokman deganlar kecha kelib Atletico futbolchisi bo'lgan. Borku orqaga qaytib 3-4 marta birinchi bo'limni olib qo'ydi. Demoqchiman, shunaqa og'ir jamoa bilan o'yinda, shu o'yindagi 3 ta goli bor-ku. Menga yana 6 ta goldan ko'ra kattaroq o'yin. Bizdan u PSG. Tarkib baribir hujumda qo'rqinchli. Misol Neymar raqib ko'radi-yu, Suarez, Neymar, Messini ko'rganda o'zi 2 ta gol bor-da. Boshlanishda 2 ta gol bor. Lekin bu yerda Yamal, Rafinhani mehnat qilib olish kerak. Hali u darajaga yetmagan. Zo'r o'yinchilar bo'lsa ham tan olishimiz kerak.